pul chiqaraylik. Esing joydami? Mazax qilyapsanmi? Soxta pullarmi? Bu jinoyat-ku. Qanday chiqarishni bilasanmi? Karantin qutqarmaymiz, qamoqqa tushamiz, tushunyapsanmi? Bu pullarni ham odamlar chiqaradi. Biz ham bir sinib ko'raylik. 2016-yilning noyabridan 500 va 1000 rupiy qiymatdagi pullar muomaladan chiqarilib, Mahatma Gandhi surati va yangi himoya belgilari bo'lgan pullarga o'zgartirilgan. Markazda Gandhi surati, yon tomonda suvli belgi, jilovlanuvchi tasmalar, pastki o'ng burchakda 500 rupiy qiymati va boshqalar. Qol. Ammo uddalasi bo'ladi. Birinchi qadam naqshlarini chizib olish. Men esa doim yaxshi chizganman. Maktabda yaxshi ta'lim olganman. Yaxshi o'qish uchun yoki hammasini yodlash kerak, yoki tizimni aldash. Yangi pullarni belgilari va naqshlari ko'p. Gandhining yoqasida esa mikroskopik harflar bor. Hatto yuqori kengliklardagi skaner ham ularni solishtira olmaydi. Chiziqlar bir-birining ustiga tushgan. Bu nima deyilardi? Haligi Muar effekti. skanerdan foyda yo'q, rassom kerak. Keyingi qadam bosish. Firoz, siyohlar tasmalarni uskunalardan ham yaxshi biladi. Biror nimani bilmasak, buning uchun internet bor. Nashr uchun o'ziga xos bo'yoq kerak. Uni tayyorlash oson emas. Avval nusxa olasiz, keyin chizasiz, undan so'ng maydalaysiz. Keyin esa qayta ishlaysiz. Issiqlik ta'siri, tozalash, keyin esa mo'jiza va chop etish boshlanadi. Eski printerimiz bir rangni faqat bir marta bosadi. Shuning uchun 4 marta bosish kerak. Chop etish, tozalash, almashtirish, takrorlash. Chop etish, tozalash, almashtirish, takrorlash.